Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan bugun Sonic YouTube bo'ladi. Bugun biz Aytorga qarshi 2 ga 2 o'ynaymiz. Men va do'stim va Aytorning do'sti. Birinchi raundda qizil olmagan tufayli o'lib ketdim. Men do'stimga ishonaman. Do'stim ham YouTube kanali yuritadi. YouTube kanalini pastda qoldiraman. Unga ham podpiska bosib qo'yinglar. Menga Jahonjanov aka, u do'stim tashlab o'ynaydi. Do'stimga ishonaman men bu raundni olib ketishiga. Bu raundda o'lib ketmaslikka harakat qilaman. Bitta ketdi. Bunga nimadir headshot tutmayapti. Tushmayapti. O nihoyat ketib tushdi. Shu joyda do'stim o'lib qoldi. Pauza qilib 2 ga 1 olib chiqib olamanmi yoki yo'q kommentga yozib qoldiring. Kelmayapti. Poylab turibman. TVga chiqib degan orqadan keldi va headshot. Bitta emotsiya qilib qo'yamiz. 2 ga 1 olib chiqib ketdim. Bu raundda ham ikkitasini o'tishimga ishonaman. Birinchi qo'yib oldi. O'tib ketyapti. Do'stim bilan o'tyapti. Birinchisi olamiz headshot. Ikkinchisini Rahimjanov aka o'tib qo'ydi. Tutmayapti, o'tib qo'ydi orqadan. Do'stimga ishonaman, agar botligi tutib qolmasa o'tadi. Bittasini minus. Botligi tutib qoldi. Aytorni tutib qo'ydi. Sefarligniki esa Raystar. Mana uchish uchun imkoniyat menga. Nima deb o'ylaysizlar, yutamizmi yoki qolamizmi? Aytgancha. Bu video nima haqida bo'lsin? Sizlar bilan Sonic YouTube bo'ldi. Hammangizga xayr.